Merin, nima? Ratan, Merin shiddat bilan yuqoriga chiqdi. U erda Nihal Ahmed Chomtxuri, uning ukasi Nahid Chomtxuri, Nahidning xotini Nipa va Nirning ikkita amakivachchasi Nirshxor va Nirob o'tirganini ko'rdi. Garchi Merin ularning hech birini tanimasdi. Nihallarning orqasida qo'llarida qurol bilan 3-4 kishi turardi. Ular ham qora kiyingan edi. Bir chekkada 8-10 kishi turardi. Xuddi shunday kiyimda. Ularning har birining qo'lida katta-katta savatlar bor edi. Qora baxmal mato bilan qoplangan. Va markaziy stol atrofida meva savatlari va ko'plab shirinlik paketlari bor edi. Merinni ko'rgach, Nihal o'rnidan turdi. Merinning atrofida bir marta aylanib, yana unga yuzlandi. So'ngra qiziltoq rangli, og'ir kashta tikilgan toy ro'moliga o'xshash bir ro'molni Merinning boshiga qo'ydi. Nihal, bu onamning toy ro'moli sof tilla va marvarid qadalgan. Merin hayratning eng yuqori darajasida edi. Nihal, o'g'limning tanloviga bo'ysunish kerak. Kelyapman, deb Nihal chiqib ketdi. Orqasidan oila a'zolari. Keyin qolganlar ham chiqib ketishdi. Qo'llaridagi savatlarni qoldirib, Merin boshidagi ro'molni divanga uloqtirdi. Merin, bu nima degani, dedi. Ular kim? Kobir, bu Nihal Ahmed Chomtxuri. Uning oilasi bilan birga edi. Nihal Ahmed Chomtxuri o'zining yagona o'g'li Nir Ahmed Chomtxuri Boshon bilan sening to'yingga sovchilik taklifi bilan kelgan. Merin, kim uchun? Kobir, Nir Ahmed Chomtxuri Boshon uchun. Merin, o'sha dangasi. Kobir, Merin, aytchi, sen rozi bo'ldingmi? Kobir, o'sha paytda uning gapiga qarshi chiqishning iloji yo'q edi. Merin, nega? U juda katta boy bo'lgani uchunmi? Yoki biron rahbar, vazir, ministrmi? Kobir, agar shunday bo'lsa ham yaxshi bo'lardi. Lekin u mamlakatning eng yaxshi dori zavodining egasi. Uning kompaniyasining dori-darmonlari mamlakatda va chet elda yetkazib beriladi. Agar u mamlakatga dori yetkazib bermasa, oddiy odamlarga katta zarar bo'ladi. Shuningdek, hukumatga ham. Merin, xo'sh. Hammani o'ylab men o'zimni qurbon qila olmayman. Konika, sening otang boshqalarni emas, faqat seni o'ylab dedi. Merin, yana? Kobir, yana qizim, bunday yomon yigitga men seni turmushga bermayman. Merin, undan keyin nega deding? Kobir, vaziyatni boshqarish uchun. Merin, yana? Kobir, yana Nihal Ahmed Chomtxuri yo'q sozini eshitishni yoqtirmaydi. Hech kimdan hech narsada ortda qolishni yoqtirmaydi. Uning nigohi faqat tepada bo'ladi. Shuning uchun o'sha paytda unga yo'q deganimda, u bizni hammamizni olib ketib, seni o'g'liga majburlab turmushga berib qo'ygan bo'lardi. Oylashga ham vaqtimiz bo'lmasdi. Shuning uchun yo'q demadim. Chunki yo'q sozi uning yoqtirmagan sozi, ayniqsa o'g'li haqida gap ketganda. U o'g'lini shunchalik sevadiki, buni soz bilan ifodalab bo'lmaydi. O'g'li aytgan paytda u aytgan. Merin, u yo'q soziga odatlanmagan, shundaymi? Lekin bugun uni eshitishga majbur bo'ladi va buni qabul ham qiladi, uni va uning o'g'lini. Merin ro'molni qo'liga oldi. Merin, sizlar qolgan narsalarni olib keling, deb Merin ro'molni qo'liga olib mashinada chiqib ketdi. Kobir, Merin. Merjin ursin. Qiz chiqib ketdi. Konika, oldindan aytgandim, qizni nazorat ostida tut. Juda qaysar bo'lib qoldi. Kobir, Konika, hech qanday jahl qilmang. Hozir bolamga biror narsa bo'lsa. Kobir, kechiktirmay keling. Merin shiddat bilan mashina haydab ketdi. Merin, otasi qanday bo'lsa, o'g'li ham xuddi shunday. Haromzodalar todasi. Oldindan o'ylash kerak edi, o'sha ahmoq dangasaning oilasi ham yomon. Puntsus, aytchi, nima qilishni xohlaysan? O'sha ota-bolani ushlab o'rmonga tashlab kelishi mumkin edi. Merin jahl bilan tezlikni yanada oshirdi. Biroz vaqt o'tgach, u mashinalar karvonini ko'rdi. Merin, mana o'sha mashhur mashinalar karvoni. Lekin bu karvonda qaysi mashinada o'sha Nihal Chomtxuri bor?
Bir daqiqa, bu yerda faqat bitta qora mashina bor. Va u hammadan oldinda. Dadam ham aytgan edi, Nihal Ahmed Chomtxuri orqada qolishni yoqtirmaydi. Demak, Merin eng yuqori tezlikda oldinga yurdi. Nihalning mashinasidan biroz oldinga chiqib, yo'lni to'sib mashinani to'xtatdi. Nihalning haydovchisi tormozladi. Nihalning qo'riqchisi Denni dedi. Denni, janob, siz o'tiring. Men kimning buncha jasorat ekanligini ko'raman. Nihal, aniq ko'rinib turibdiki, bu Merin. Men o'zim boraman. Nihal chiqdi. Merin ham chiqdi. Merin, men kattalarni hurmat qilaman. Qanchalik jahlim chiqmasin, dadam bergan ta'lim esimga tushadi. Aks holda, bu ro'molni sizning ustingizga uloqtirgan bo'lardim. Deb Merin ro'molni Nihalning qo'liga berdi. Merin, men sizning o'g'lingizga turmushga chiqa olmayman. Balki bu yo'q sozini eshitib, siz yovvoyi fil kabi tandon qilasizmi? Xohlaganingizni qilavering. Meni olib ketib majburlab turmushga berasizmi? Yoki ota-onamni olib ketib blackmail qilasizmi? Lekin baribir turmushga chiqmayman. Olsam ham. Nihal, siz mening o'g'limni tanimaysiz. Merin, va tanimakchi ham emasman. Nihal, mening o'g'limga turmushga chiqish uchun hamma qizlar aqldan ozadi. Siz esa rad qilyapsiz. Merin, ha, rad qilyapman. Nihal, ota bo'lib aytish to'g'ri emas, lekin aytaman. Mening o'g'lim tushida ko'rgan shahzodalardan kam emas. Siz Chomtxuri xonim bo'lib qolishingiz mumkin. Merin, sizning o'g'lingiz qanday ekanligini juda yaxshi bildim. 3 soat oldin mening dadamning kasalxonasida oz qiz do'sti model Jiyoti imamni olib kelgan edi. Oz bolasini oldirish uchun. Ya'ni abort qilish uchun. Oylab ham yiglamam kelyapti. Nihal, nima? Abort? Bola? Merin, ha. Nihal o'shanda mashinaga chiqmoqchi bo'ldi. Merin, hoy, amaki, to'xtang. Nihal, men ketishim kerak. Merin, sizni ushlab turmayman. Mana onam va dadam kelishdi. Merin ularning oldiga bordi. Merin, o'sha savatlar qayerda? Kobir orqadagi pikap mashinasini ko'rsatdi. Nihal, bularning ma'nosi nima? Kobir, siz bergan olmosargarlik buyumlari. Nihalning endi vaqtni behuda sarflashga vaqti yo'q edi. Shuning uchun faqat dedi. Nihal, mashinani yo'limdan olib qo'ying. Merin, olib qo'yayapman. Hoy, pikap haydovchi aka, ularni kuzatib, ularning uyiga boring va narsalarni qo'yib, xohlagan joyingizga keting. Deb Merin mashinaga o'tirib, mashinani chetga surdi. Chomtxuri uyida. Nihal harsillab ichkariga kirdi. Borib ko'rdi, musiqa yoqilgan, Ner er-xotin raqs holatidagidek ozozi raqs qilmoqda. Ner, hey, dad darling. Hammasi tayyormi? Nihal, Ner, nima? Oh, shirin yuz. Kutib tur. Men sotib olib kelganman mana. Deb Ner divan tomon shirinlik qutisini olib ketmoqchi bo'ldi. Nihal, Ner, sen kasalxonaga Jiyoti bilan borganmisan? Abort qilish uchun. Ner 180 gradusga o'girildi. Bir qoshini ko'tarib dedi. Ner, qayerdan bilding? Orqamga josus qo'yganmisan? Bu to'g'ri emas. Bu mening shaxsiy hayotim. Nihal, nega bunday qilding? Bir begunoh hayotni nega yo'q qilding? Ner, dad darling. Men hozir ota bo'lishni xohlamayman. Farzandimning onasi boshqa birovning qo'lidan ushlab yurishini xohlamayman. Nihal, shunga qaramay. Ner, dad darling qo'y. Nihal, lekin Jiyoti bilan 6 oy oldin ajrashgan eding-ku. Ner, ha. Qachon qilganman? Nihal, unday bo'lsa, Jiyoti qanday qilib? Va Jiyoti bor ekan, yana Merinni nega turmushga olmoqchisan? Hech narsani tushunmayapman. Ner, dad darling, tinchla. Merinni turmushga olmoqchi bo'lsam, demak uni xohlayman. Nihal, sen turmush qurishni. Ner, xohlamasdim. Lekin Merinni turmushga olishni xohlayman. Nihal, qara, Merin sening tipingdagi qiz emas. U sendan norozi. Ner, norozi yo'q, dad darling.
U mendan norozi emas. U mendan nafratlanadi. Nihal, unday bo'lsa, nega unga turmushga chiqishni talab qilyapsan? Nega? Bu qanday talab? Ner, talab yo'q. Aziz dad, bu talab emas. Agar talab bo'lsa, Merin mening yotoqxonamda bo'lardi. Nahid, unday bo'lsa sevgimi? Ner, sevgi. Ha, kuldirding, amaki. Dunyoda sevgi degan narsa yo'q. Nihal, unday bo'lsa, nega qizning orqasidan tushib yuribsan? Ner, chunki u mendan nafratlanadi. Baribir. To'y final bo'ldimi? Nihal, bo'lgan edi. Ner, bo'lgan edi degani. Nihal hamma gapni aytib berdi. Ner, vau. Ner 3 marta turi hushtak chaldi. Ner, ajoyib. Endi men uni albatta xohlayman. Ner shirinlik qutisini qo'liga oldi. Ner, oling. Shirinlik yeng. Ner hammaga shirinlik berdi. Nirob, lekin aka Merin. Ner, uni kelin deb chaqir, dangasa. Nirob, ok kelin shunday rad qildi, menga u. Ner, jim. Men yoqni yomon ko'raman. Xayr, bolalar. Deb Ner shirinlik yeyish bilan chiqib ketdi. Nahid, u nima qiladi, aka? Nihal, uning og'ziga qoldim. Xon uyida. Kobir, Konika va Merin ovqatlanayotgan edi. Kobir, siz bilan faxrlanaman, qizim. Konika, siz ajoyibsiz. Qayerda bir oz jahlni kamaytirish kerak deysiz. Unday emas. Kobir, nega aytmayman? U togirin. Shu payt uchovi eshitdi. Ner, mening aziz Novixtemsan, 6 soatlik uchrashuv yilligi muborak bo'lsin. Uchovi ogirilib Nerni turganini ko'rdi. Merin uni ko'rib jahli chiqdi. Kobir, senmi? Qanday jur'at bilan mening uyimga kirasiz? Ner, mening aziz qaynotadad. Siz xursand bo'lishingiz kerak, chunki qizingizning kuyovi juda jasur. Qanday qahramon. Uf. Men o'zim bilan faxrlanaman. Kobir, shu paytda chiqib ket. Ner, yo'q. Endigina keldim. Hozir ketishni xohlamayman. Kechki ovqat qilib ketaman. Merin, chiqmaysizmi, turtib chiqarib yuboraymi? Ner, sen meni turtib chiqarasanmi? Vau. Menga yoqdi. Tez qil. Men kutaman, Novixte. Merin, dada, politsiyaga qo'ng'iroq qiling. Ner, politsiya. Vau. Men ularni yaxshi ko'raman. Ular yaxshi ko'ngilocharlar. Qo'ng'iroq qiling. Lekin ular kelguncha kechki ovqatni tugatamiz. Deb Ner o'tirdi. Konika qo'rqa boshladi. Kobir politsiyaga qo'ng'iroq qildi. Lekin Nerning ismini eshitgach, ular telefonni qo'yishdi. Ner, qaynotadad, qaynona mom va eng aziz Novixtemsan. Keling. Kechki ovqat qilamiz. Keling. Merin, chiqasizmi yoki? Ner, yoki nima? Gapni tugat. Kichikligida grammatika o'qimagan. Baribir uchovi kelib o'tiring. Birga ovqatlanamiz. Aks holda. Kobir, aks holda. Ner boshini qiyshaytirib, bir qoshini ko'tarib dedi. Ner, aks holda. Deb Ner qurolini chiqarib Kobirga qarata tutdi. Merin, dada. Ner, voy, qanday sevgi. Merin, agar onam dadamning joni bilan o'ynab, meni majburlab turmushga chiqasiz deb o'ylasangiz. Hech qachon. Avval meni oldirishingiz kerak. Keyin xohlaganingizni qiling. Menga farqi yo'q. Meni oqqa tuting. Ner, oke. Deb Ner tetikni bosdi. Kobir Merinni itarib chetga surmoqchi bo'ldi. Lekin Merin bir zarra ham siljimadi. Konika, hozirgi zamon. Ner, puntsus. Mening puntsusimni menga bering. Joni, yo'q, bermayman. Qo'lingdan kelsa, ol. Ner, yo'q. Uni bering. Joni, bermayman. Ner jonining orqasidan quva boshladi. Ner yigilab quva boshladi. Ner, bering.
lekin joni bermadi. Endi Nirning jahli chiqayotgan edi. U bir toshni olib jonining boshiga qarata otib yubordi. Joni, oh! Nir shunchalik qattiq urganki, jonining boshidan qon chiqa boshladi. Nir yugurib borib Puntsusni oldi va jonining boshidagi qonni ko'rdi. Nir, qon! 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 Qutqaring, qutqaring, qutqaring! Nir yugurib borib bir joyga yashirindi. Bu orada Nirani qidirish boshlandi. Nir, Puntsus, bugun biz bu yerdan chiqmaymiz. Chiqsak qon ko'ramiz-ku. 60. Nir tetikni bosganida quroldan gul va yaltiroq yulduzcha kabi narsalar chiqdi. Nir, ha juda qiziq. Ha. Nirning kulgisi devorlarga urilardi. Nir Merin tomon yurdi. So'ng qo'lidan ushlab og'ziga tortdi. Merin sochlari baland qilib oralgan, lekin oldingi sochlari ochilib chiqqan. Merin qo'lini bo'shatmoqchi bo'ldi, lekin foyda yo'q. Nir qo'lidagi qurol bilan Merinning peshonasidagi sochlarni quloqiga qo'ydi. Nir, kimning ko'zida nafrat bo'lsa, uning ko'ziga qo'rquv yarashmaydi. Va olimni o'z ixtiyori bilan qabul qilgan odam olimdan qo'rqmasligi kerak. Baribir sizni oq otib oldirishga hech qanday istak yoki sababim yo'q. Lekin qachon, qanday, qayerda bo'lishini bilmayman. Bu so'zlarni Nir Merinning ko'zlariga qarab aytdi. Merin, qo'limni qo'ying. Nir, lablingizning o'rtasidagi mol juda chiroyli. Merin, qo'limni qo'ying, dedim. Nir qo'yib yubordi. Nir, qo'yib yubordim. Nir Merinning qo'li qizarib ketganini ko'rdi. Nir, oh! Siz juda oqsiz. Ajoyib. Haddan tashqari oppoq odam zerikarli ko'rinadi. Shuning uchun qo'lingizdagi qizil dog yoqadi. Lekin sizga og'riq beryapti. Yana biroz og'riq beray. Deb Nir yana Merinning o'sha qo'lini xuddi shu joyidan mahkam ushladi. Merin, oh! Nir hech qanday e'tibor bermay Merinni tortib muzlatgichga olib bordi. Muz kubi qutisini chiqardi. Keyin Merinning xonasiga kirib eshikni qattiq yopdi. Kobir, Merin. Nir, qizimni qo'yib yubor. Nir, agar qizimga biror ziyon yetkazsang, men hech narsaga qaramayman. Bilaman, seni oldiraman. Nir, qaynota-da, tinchlan. Hech narsa qilmayman. Ishon. Garchi o'zimga ham ishonmasam ham. Kobir, sen. Nir Merinning qo'liga muz tutdi. Nir, siz va otangiz juda galatsizlar. Siz meni o'zingizni oldirish uchun kalit beryapsiz, otangiz esa meni sizga zomin qilish uchun kalit beryapti. Merin yana hayrat va norozilik bilan Nirga qaradi. Nir ko'z qisdi. Merin boshqa tomonga o'girildi. Nir Merinning juda jahli chiqqanligini yaxshi tushundi. Shu bilan birga Nir uning qo'liga muz berayotganida uning yuragida baraban chalinmoqda. Jahli va bunday tuyg'u ikkovi uchun Merin tez-tez qattiq nafas olmoqda. Tishlarini gijirlatmoqda. Nir jilmaydi. U Merinning qo'lida muz tutib unga qarab turibdi. Merinning o'ng yonogidagi molni ko'rmoqda. Bir qiyshiq tabassum bilan o'sha molni opib qo'ydi. Davomi bor. 2. Video uchun moslashtirilgan matn, hok, qisqa bayon va savollar. 1. Huk, diqqatni tortuvchi boshlanish. Tasavvur qiling, siz bir yigitni rad etasiz, lekin u sizning uyingizga qurol bilan kirib keladi, kechki ovqat talab qiladi va sizning qo'lingizga muz tutib, yonogingizdagi moldan opadi. Bugun biz sizga Merin va Nirning ishqiy jangovar hikoyasining eng qizg'in va hayajonli daqiqalarini aytib beramiz. Video davomida hikoya qisqacha va ta'sirli tarzda aytib beriladi. Nihalning sovchilikdan qaytishi, Merinning Nihalga ro'molni qaytarishi, Nirning Chodxuri uyidagi munosabati, Merinning uyiga borishi, qurol bilan tahdid qilish sahnasi va nihoyat xonadagi yaqinlik va molni opishi. Oxirgi huk va savollar. Nir haqiqatan ham Merinni sevadimi yoki bu faqat qiziqarli o'yinmi? Merin bu jasur va ayyor yigitga qarshi tura oladimi? Nirning 60dagi siri nima? Bu hikoyaning davomi nima bo'ladi? Fikringizni izohlarda yozing. Va shunga o'xshash ko'plab romantik va sarguzashtli hikoyalar uchun kanalimizga obuna bo'ling.